Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun navbatdagi mototsiklimiz Uragan mototsikl bo'ladi. Bunga to'q yo'lini taxlab berdik, polni. Orqasiga stoplarni qo'yib, 50 dalni ближний svetlarni ishlab berdik. Kishda yurishga sira опасный bo'lib turgan ekan. Nomer texpasport emas, soz, lekin mana shunday orqaning svetlari yonmay g'ayga tushib turgan ekan. Bu svetlarni polni original stoplardan qo'yib taxlab berganmiz. Hammasi ishlaydi. Qaptal svetlarni yoqib berdik. Dalni ближний svetlari, daxilasi avaringilari tayin. Bundan tashqari mana shuni reduktor sanitlardan ketib qolgan ekan, ularni ham qo'yib moy chiqarmaydi deb qilib berdik. Shunday xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida bo'ladi. Shunday benzinli mototsikl, to'qli mototsikllar bo'lsa, stoplarni, oldingi farlarni chiroyli etib qo'yib beramiz. Ko'p vaqtdan beri video chiqarmadik. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Like, komment kutaman. Bu yanda ham Uragan mototsikl aldık. Bu suvli bo'ladi. Buni gezib qo'shillarni taxlab qo'yib beramiz xudo xolasa. Zapchastlarni olib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.